Okay, hi everyone, and welcome back to our class. And today we will learn lesson 18. What are their jobs? Okay, arkadaşlar aldığımız dersimizde öğrengendik. Bizning şu isimlarning ko'plik shakli, ona degan hamda şu savol jumlalarning oddiy savol jumla hamda alayli savol jumlalarniki hamda şu ko'plik shakllarini o'rgangandik. Hamda bugungi darsimizda naqsh shu ko'pliklarni qanday qilmaymiz desanglar tekrarlaymiz. Demak, what are their jobs? Ularning xizmatlari nima? Xo'sh, endi qaranglar. Endi qarab baqadigan bo'lsak ekranga. What are their jobs? Ularning xizmatlari nima? Shunami? Desa they are mechanics. Endi javob bergandim cho'qim hamda they are masalan uyg'ur til bo'lsa, ular remotechi. Deymiz-ku. Masalan, herkes ular remotechilar deb alohida ta'kidlab ketmaymiz. Chunki ham uyg'ur tilida sanag'ini bo'ldigan ism, sanag'ini bo'lmaydigan ism deydigan uqum yo'q-ku. Shunga hamda mushunga kelganda men uyg'urchadan diqqat qilib ketmaymiz. Lekin inglizcha so'zlasanglar cho'qim diqqat qilishimiz kerakmi yani? Bularning mishari oldida they, demakchi o'sha be fe'lininki oldida nim bo'lsa, oldida ko'plik bo'lsa, oxir cho'qim ko'plik bo'ldi. Mushunga na'ayt diqqat qilamiz. Agar birlik bo'lsa nima desanglar birlik bo'ldi. Misha oldida they ular bo'ldimi? Keyin cho'qim shu xizmatlarning ko'plik bo'lishi kerak. They are mechanics sanag'ini bo'lgan ismlarni. They are mechanics. Masalan, they are engineers. Okay, they are engineers. Ular bo'lsa nima injenerlar. Ular bo'lsa injenerlar. Demak, endi mushuningmi they mi ko'plik, engineers mi nima desanglar ko'plik. Masalan, they are teachers. Ular bo'lsa o'qituvchilar. They are teachers. O'qishlar nima desanglar? Nima? They are policemen. Men degan i yozildimi ko'plik. Ya'ni-chi they are housewives. Housewives. Bo'lsa bizningki oldin qatimliq darslariki mush asqatish qoidasini yana bir takrorlab o'tsanglar, ashuna nayt tafsiliy oldi tushuntirib berilgan. Ashuni ko'proq takror qilsanglar. Xo'sh, aniqda bu darslikdan yana so'zliklarim yo'q, savatdash mashq asosan qanday qilmaydi desanglar ko'p mashq qilgan gap. Xo'sh, hamsa men mashqlarni, ulgulik misollarni bir ishlab boqaylik, qaranglar. These men are lazy. Bu er kishilar qanday desanglar, er kishilar bek urun. Okay, they are sales reps. Ular bo'lsa nima desanglar, mal sotuvchilar. They are sales reps. Ular nima tonishtirib mal sotuvchilar. Demakki, endi bo'sh o'ringa nima kelish kerak desanglar, they kelish kerak. Masalan, that man is tall. Odam bo'lsa, kishi bo'lsa egiz. Okay, ma'nochi he is a policeman. Okay, endi o'sha kishi birlikka nima desanglar, he almashib kelgan. Shunga he is a policeman. O bo'lsa nima arsoqchi. Qarabanglar, those girls are busy. O qizlar bo'lsa oldirash. Okay. Endi o qizlar bo'lgan ekan ko'plik shundami? Ular men almash kelgan nima? They are keyboard operators. Ular bo'lsa knopka nima? Odatda kompyuter mashg'ulot xodimlari. Our names are Brett and Ange. Okay, bizning ismlarimiz was Brett and Ange. Okay, hamda biz deymiz, hamda biz bo'lsak, demak endi mishaga we are Swedish. We are Swedish. Demak endi savodashlar, sizlar shu kitoblarniki, mashqirga ashna qo'ysanglar, qanday desanglar, bo'lgan gap. Endi makikisi qaranglar, look at our office assistant. Endi bizningki ishxona yordamchimiz qarang. He's very hard working. Yoki nima? She's very hard working. Okay, endi mishaga u deymiz, shunami? She's very hard working. And look at Nicola. And the Nicola bo'lgandan nima desanglar, Nicola degan qiz bola, shunga nima? She's very pretty. U bo'lsa tan chiroyli, shunami? She's very pretty. Endi mishaga pretty degan so'z, ana chiroyli degan gap. She's very pretty. Okay, pretty girl. Xo'sh, asmacho, Michael and Jeremy are employees. Hamda chunki Michael va Jeremy shikaram shunami? Shikaram bo'lgandan keyin nima desanglar, ko'plik sanalgan gap. Shunga Michael and Jeremy are employees. And ular bo'lsa they are sales reps. Ular bo'lsa mal sotuvchilar. Shunami?
Xo'sh, hamsa mana keyingi misol qarab boqaylik. Buni demaysanlar mechanic and sales rep. Endi mana example qarasanlar, birinchi ulardan deb so'raymiz sanlar, what are their jobs? Cho'qim mana bir savol bo'lishi kerak. Ularning xizmatlari nima? Birisi mechanics, remotechilar, sales reps, mal sotuvchilar, tushunami? Ikki xil bo'lgan ekan, bu yer ularning xizmatlari nima? Okay, desa, endi yana bir oddiy savol jumla so'raydi ekanmiz mana. Are they mechanics or sales reps? Ular remotechilarmi yoki mal sotuvchilarmi? Desakchi, they aren't mechanics. They are sales reps. Demak, mana shu oldiki mekanikni olmay qanday desanlar, oxirgisini qanday qilamiz? Conditional qilamiz. They aren't mechanics. Ular nima emas? Mexanik yoki remotechilar emas. Ular bo'lsa nima desanlar? Mal sotuvchilar. Okay, hamma keyingisi qaranglar sog'lashlar. Buni nima desanlar? Nurses or teachers. Sistralar yoki nima o'qituvchilar. Endi birinchilar so'raydigimiz what are their jobs? Ularning xizmatlari nima? Endi oddiy savol jumla nima? Are they nurses or teachers? Ular sistralarmi yoki nimalarmi o'qituvchilarmi? Are they nurses or teachers? Nima? They aren't nurses. They are teachers. Ular sistralar emas, ular o'qituvchilar. O'qituvchilar. Demak, hamda birisini inkor qilamiz, birini. Demakchi, mishara, sizlarni nima o'rgatmoqchi desanglar, mush ko'plikni qanday inkor qilishni, qanday shu kondigalat yozishni. Inkor qilish qanday qilmaymiz desanglar, mishara, are-ning keyingi notni qo'ysak are not, tushunami? Aren't. Albatta, shu BP-ning keyingi notni qo'ysak inkor bo'ladi. Hamda mishara, what are their jobs? Ularning xizmatlari nima? Mushu intayim bo'yim. Xo'sh, hamsa bugungi darsimiz bu mishagichi bo'lsin. Endi sizlar shu ekrandagi o'lgilik misollarga asosan qog'inni qo'l tayyorlatib qanday desanlar ishlab beringlar. Buning o'lchamlik javobi bizniki shu abdetalniki undarisliklar deganda-chu. Sizlar shu 19-dars o'rgan, 18-dars o'rganganlarmi? 17, 18-darsdan tagiga qarasanglar, o'shdan tafsiliy javob berilgan. Avval cho'qim ishlab bo'lib, uning degan qaranglar. İşlemeye qarsanlar bo'lmaydi. İşlab bo'lib qanday desanlar, bizdan shu abdetalni qarsanlar bo'ldi. All right, that's all for today and see you next time. Goodbye.